Shahlo Ziyamova 53-sonli maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Universitetni bitirib, magistratura bosqichini bitirgandan so'ng akademik litseyda dars berdim va 2018-yildan buyon mana shu maktabda 8 yildan buyon ona tili adabiyot fanidan dars berib kelmoqdaman. Uning kasb tanlashida ustozlarning ibratli tajribasi muhim bo'lgan. Yoshligimizda ustozlarimizga havas qilib borardik. Ayniqsa maktabda adabiyot ustozimiz Diloromxon ustozimizga havas qilib turib, mana shu sohani tanlagandim. U darslarda fanining hayotdagi o'rnini sodda misollar bilan tushuntiradi. Ona tili o'quvchining hayotda asosiy rol o'ynaydi. Sababi ona tili bu o'zimiz, o'zbek tilimiz. Ona allasi bilan kirib keladi, uni jon vujudiga, qulog'iga. Umuman qayerga borsa ham uni millatini, uni kimligini bildirib turadigan eng avvalo uni ona tilisi. Maktab sharoitidan samarali foydalanib, ta'lim sifatini oshirmoqda. Hamma narsa maktabimizda yetarli, sharoitlar, zamonaviy, insonga zamonaviy jihozlar va hokazolar yetarlicha. Eng avvalo bolani o'zida ishtiyoq bo'lsagina, qunt bo'lsagina bu sohani yaxshi o'rganishi mumkin. O'zimning fanim bo'yicha milliy sertifikatga egaman. Undan tashqari attestatsiya imtihonlarida yana qatnashib 70% ustamaga ega bo'ldim. Shuningdek, maktab direktor jamg'armasi hisobidan ham ancha yuqori darajadagi ustamalarim yetarlicha. Shuningdek, u ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Jamiyatda barkamol shaxsni tarbiyalash uchun eng avvalo ota-ona va maktab hamkorligi, mahalla hamkorligi hozirgi kunda juda ham zarur. Chunki maktabda o'qituvchi dars olib boraversa, lekin ota-ona nazorat qilmasa, uni so'rab surishtirmasa, biror natijaga erishish qiyin. Albatta bu borada ota-onalarimiz bilan hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Ijtimoiy tarmoqlar va kitobxonlikni rivojlantirishga ham e'tibor qaratmoqda. Kitob o'qigan insonni bilimi kengayadi, tafakkuri, nutqi ravonlashadi. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarga yoshlarimizni berilib ketishi kitobxonlikdan biroz chetlatadi, lekin ijtimoiy tarmoqlardan ham unumli foydalanish mumkin. Elektron kitoblar, audio kitoblardan foydalanish, yoki tavsiyalar berish, sharhlar berish orqali o'quvchilarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, ularni kitobxonlikka jalb qilish mumkin. Maktabimizda biz masalan 5 tashabbus loyihasi doirasida 4 yildan beri Kitobxon maktab, Kitobxon oila festival tanlovida viloyatda bosqichida birinchi o'rinni egallab kelmoqdamiz. Ko'plab badiiy kitoblarni, zamonaviy badiiy adabiyotlarni qo'lga kiritdik. Ayniqsa bir maktabimizda mana shuni o'quvchilarni targ'ib qilish, kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish uchun ancha harakat qilamiz. Ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki kitobxonlik klubimiz orqali maktabimizda ancha ishlar amalga oshirilgan. Ayni paytda u o'z ishiga sodiq bo'lib, yoshlarni bilimli va yetuk etib tarbiyalashga hissa qo'shmoqda.